Yur bolajon, hozir men seni Jo'x akamni oldiga olib boraman. Jo'x aka, uxlab yotibsizmi? Turing, qarang men kimni olib keldim. Janob merdi bolasimi? Nimaga bu yoqqa olib kelding, jinnimisan? Olib borib ber ota-onasiga. Ko'rsa yig'laydi ota-onasi yoki bu ota-onasini ko'rmasa yig'laydimi? Yo'q, yig'lamaydi, o'zi menga o'rganib qoldi. Men ham o'zi bola qarashga o'rganib qoldim-a? Nima deganing bu endi? Ha, mayli, qo'yavering. Men ketdim, borib bu chaqaloqni onasiga berib kelayin yoki otasiga ham ketdim, qarochi. Ha, shunaqa qilib borib bergin. Biznikiga turadigan bo'lsa baribir yig'lab ota-onasini sog'inib qolishi mumkin. Nima qilsam ekan, vashshi kun zerikarli bor, kompyuter ham ishlatgim kelmayapti. O'zi 4 ta 5 ta video yuklaganman. Bu yerga nimaga ikkita gaz plita qo'yibmiz, bilmasam to'g'risini aytsam. Nima qilishga ham odam hayron bor-ku. Ha, bo'pti, telefon kelyaptimi? Alo, eshitaman. Jo'xa, qayerdasan? Uyimdaman. Tez yonimga yetib kel, senga ish bor. Ha, bo'pti, boryapman janob mer. Endi tezroq janob merni yoniga boray. Qanaqadir ish buyursa kerak, xoyna-xoyda ish bor dedi-ku, qana ishligini bilmayman. Poliz ekinlarim vobshe o'sib ketdi. Menimcha poliz ekinlarni yig'ishtirib kel desa kerak, lekin poliz ekinlar hali soliq to'lashga ancha bor-ku, chunki bu shaharga, qanaqa shaharga, qishloqqa endi kelgan bo'lsam, o galim nimagadir meni ortimdan kuzatyapti. Demak, qaysidir yetel unga borib aytgan, Jo'xa shunaqa qilyapti. Oy, menga qara, sen galimga meni chaqimchilik qilib bermadingmi? Meni o kartoshkangni olgin. Yo'q, men aytganim yo'q. Aniqmi? Toshini aytganim yo'q. Kartoshkamni ber. May, menga o'zing berib qo'yibsan-ku. Bilmasdan berib yuboryapman, ber uni ham. Ma, Simon, chirik kartoshkani menga olmayapsan? U chirik kutyapti. Ha, ko'rinib turibdi. Bo'pti, aytmagan bo'lsang, bosh kim aytgan bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Aytgan, sendan bitta so'ramoqchi edim, o'zi kakras. Nima so'ramoqchisan? Tez so'ra, vaqtim yo'qroq. Yangilik qachon? Qanaqa yangilik? Xotining bilan haligi bola degandek. Yo'q, unaqa yangilik hali bo'lmaydi. Nimaga harakat qilmayapsanmi? Yo kuching harakat qilmayapsanmi, qarochi? Yo'q, harakatga nima farqi bor uni? Borda, harakat qilmasang yangilik bo'lardi, tentak. Harakat qilyapman, yaqin orada xullas kutib turmaylimi? Men kutaman, obunachilaring kutmaydi. To'g'rimi, obunachilar kommentar yozinglar chiqani. Obunachilar ham kutadi. U ana tutqanoq tutib qoldi shekilli. Rostdan, bor, qutqar. Qanday qutqaraman? Men shifokor emasman-ku. O'z shifokorga ayt. Yo'q, to'xta. O'zim hozir unga skor pomosh qilib boraman. Voy, brat, tinchmisiz? Ha, bo'ldi. O'ziga keldi akalar. Ana endi janob mer yoniga borayin chiqani. Janob mer chaqirgani meni. Assalomu alaykum janob mer. Tushunmadim. Xotin, sen bu yerda nima qilyapsan? Xotining meni bolamni qarab o'tiribdi, ko'rmayapsanmi? Yo'q, qarab o'tirgani yo'q-ku. Qarab turibdi-da, xullas. Xotin, sen bunaqa janob merni bolasini ko'p yaxshi ko'rma. Yaqinda o'zimizda ham bolamiz bo'lar, o'shani yaxshi ko'rasan, xo'pmi? Mayli, lekin men hamma chaqaloqni yaxshi ko'raman. Hamma chaqaloqlar yaxshi-ku. Zo'r, kelin, gap yo'q sizga. Ko'ryapsizmi xotinni janob mer? Yaqinda biz ham yangilik qilamiz, kutib turing, maylimi? Men kutaman, obunachilar kutmaydi. Sizlar gaplashib turinglar, men chaqaloqni borib mayli, kelin, berib keling bolamni. Bo'pti janob mer, hozir qaytib kelaman. Xotinimga bir ikki og'iz gapim bor. Hoy, xotin, to'xta. Menga qara, rostdan ham yangilik qilamiz yaqin orada. Bilmasam, meni uyaltirma. Bo'pti. Mayli unda men ketdim. Janob mer yonida bo'laman. Senga nimadir kerak emasmi? Hozir do'konga boraman. Hozir bolasini berib kelay, keyin birga boramiz. Mayli, ehtiyot bo'l. Maylimi? Axrana qaramasin. Qaraganida borib bo'g'ib turib, o'sha devorga olib urardim, nima bo'lsa bo'lib ketsin edi. Chunki men xotinimni rashk qilaman-da akalar. Ajitellar, tinchmisanlar? Xotin bilan ko'chada romantika degan. Qanaqa romantika? Oddiy gaplashdik-ku. Oddiy gaplashish shu bo'lsa, romantika qanday bo'ladi? Bu oddiy gaplash, romantika qo'ldan ushlab degandek, o'shanaqa bo'ladi. Yo'q, vashshi. Sizlar bir sevishmanglar ekan. Va asabimga o'ynashma, qoshlaring. Janob mer chaqirtirgan ekansiz, ya'ni oldinroq chaqirtirdingiz, bir marta kelib yana qaytib ketdim. Qanaqadir ish bor deganingiz, qanaqa ish? Sen bola, cho'tam poliz ekinlaringni qaramayapsan, soliq to'lamayapsan deganda. To'layman hali, endi qurdim polizni. Baribir to'lash kerak. Mayli, to'lab qo'yaman, faqat keyinroq iltimos. Nima keyinroq? Hozir xotinimga do'kondan bir ikkita narsa olib bermoqchiman. Tushunali. Mayli, olib bersang olib ber. Bo'pti, keyin tez yig'ishtirib kel. Mayli. Lekin sizdan bitta narsa so'rasam maylimi, janob mer? Mayli, so'ra. O bolangizga qanaqadir narsa olgansiz, beshikka o'xshaydigan. O'sha narsa, algichakmi nimadir? O'sha qayerdan olgansiz?
zakaz qilgandi, mana pochtachi olib kelib berdi. Rostdanmi? Ha, rostdan, sen ham zakaz qilmoqchimisan? Ha, endi yaxshi niyat deganda bizda ham yangilik bo'lib qolar. Ha, endi bo'lsin-da, harakat qil yaxshilab. Ha, bo'pti, mayli, ketdim janob mer. Kechroq olib kelib beraman polizeykinlarning solig'ini. Mayli, yaxshilab olib kel, ya'ni yaxshilab harakat qil. Ya'ni xullas olib kel, bo'pti, sog' bo'l. Aha, mayli. Tak, qochib tursang yaxshi bo'lardi. O, galim shu yerda turgani. Kechirasizlar, bratanlar, kechirasizlar. Ming bora uzr. Xo'p, akalar, xotinimga do'kondan nimadir narsalar olib berishim kerak. U uchun albatta pul olib borayin do'konga. Bizda o'zgarish, bu yerda oldin boshqacha kravat turganda, hozir bunaqa kravat qo'yib qo'ydik akalar. Chunki sababini aytadigan bo'lsam, usti yopiq bo'lsa qanaydir g'alati ekan. Boshimizni ko'tarsak, bo'yimiz tegib qolyapti. O'shaning uchun mana bunaqasini olib keldirdim akalar. Bu yerda qanaqadir narsa bor ekan, men olib tashladim. Imom yoqda ham bo'lish kerak edi, u yoqda yo'q ekan. Xo'p, nechta 20 ta borsa, menimcha yetib qolsa kerak. Do'kondan nima olish mumkin xotin? Do'konlarimizda ham ja unaqa zo'r narsalar yo'q akalar, oddiy narsalar faqat. Xotinim menimcha o'sha janob merda uyida bo'lsa kerak. O'sha yoqdan hozir xotinimni chaqiraman-da, keyin mana xotinim. Xotin kutib o'tiribsanmi? Ketdi, do'konga boraylik, men senga o'sha yoqdan nimadir narsa olib beraman. Nima olib bersam bo'ladi senga? Bilmadim, menga hech narsa kerak emas. Men senga narsa olib beraman deb kelsam, sen menga hech narsa kerak emas deysan. Biror narsa olib beray, qanaqadir yegulik yeging kelayotgandir balki qanaqadir kiyim derdim-ku, bu yerda kiyim sotishmasa kerak. O, asta kirgin. Tak, brat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yoshlar kelib qoptimi? Bag'li yashayapsizlarmi ish qilib? Bo'ladi, brat. Xotin nima kerak? Tanlab olaver. Xohlagan narsasini olib bermoqchimisan? Ha, shunaqa. Bu kim? Yordamchi oldim, brat, ayting. Yordamchi oldim. Yaxshi. Xotin, nima tanlading? Nima olmoqchisan? Hamma narsa bor-ku, hech narsa olmayman, ketdik, yuring. Bo'pti. Mayli, brat, sog' bo'ling, hech narsa kerak emas ekan. Kelib tur, mayli, nimadir kerak bo'lsa. Mayli. Xotin, to'xta. Xotinim namcha tez ketdi, tushunmadim. Menimcha o'sha charchadi shekilli. Xotin, to'xta, namcha tez yurasa, men senga yeta olmayapman. Bu ketishda boru vashshi orqada qolib ketaman sendan. Sen borib ovqatmi, choymi nimadir tayyorlab tur. Men polizeykinlarni yig'ishtirib janob merga borib topshiraman, bo'ptimi? Xo'p, mayli, charchamang. Bo'pti, mayli. Tak, ana endi akalar, mana bu yerda ochamiz. Ochilsin, bu yer vashshi ko'ryapsizlarmi? Cho'tki qilib yasalgan. O'zim qurganim esinglarda bo'lsa bu uyni. Tak, asbob-uskunalar shu yerda ekan. Bizga ketmon kerak. Mana izumrudlar bekor olib tushibman, borku qayerga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Hozir bu yerda narsa bor. Mana shu yerga solib qo'yib pakashto, keyinchalik olib qo'ysam bo'laveradi. Buni o'chiramiz. Svet qancha ko'p ishlasa, bizning shunchalik pulimiz shuncha ko'p ketadi. O'shaning uchun kamroq yoqib qo'yish kerak. Bu yerdagi polizni umrim davomida birinchi marta yig'ishtiryapman, chunki oldin bu yerdagi poliz ekinlarni yig'ishtirib ko'rmaganman. Birinchi marta yig'ishtirayotganim sababini aytaymi? Bu qishloqqa yangi keldim akalar. Nagli bilib turib so'raysizlarmi? So'rayotganlaring yo'q, endi o'zim bilan o'zim gaplashaverayapman-ku. Endi sizlar so'rayapsizlar deb turib o'zim bilan gaplashyapman. Men o'zim ikkita odamman. Bittasi sizlar, bittasi o'zim. O'shanda o'zim bilan o'zim va sizlar gaplashasizlar. Tay polizeykinlarni o'z qaytarib ekib chiqaman. Mana chirikni uzoqqa otib yoraylik. Ana chirikni ustida qoldirgandi. Keyin nimadir qildi, bilmayman, karocha akalar, lekin men ustida qoldirmayman, chunki ustida turadigan bo'lsa, qolganlariga ham ta'sir qilishi mumkin-da, kartoshkani chirigani. O'shaning uchun uzoqroqqa qo'yish kerak. Bug'doy kamroq ekanmiz o'rtaga, ikki tomon kartoshka bilan sabzini ko'p ekanmiz. Qandaycha ko'p bo'lishi mumkin desanglar, bitta mana shu ortiqcha blok bor-ku, o'sha blok bizga ko'plikni bildiradi. Ya'ni bitta o'sha joyda ko'p ekiladi va shi ko'p bo'lib qoladi. Tak, ochaman. Mana shu yerda eshigi cho'tki qurilgan bor. Hamma yoqda o'zi cho'tki qilib qo'yganman. Tak, bizga ketmon kerak emas va bo'ldi. Endi buni olib borib topshiraman, hammasini janob merga beraman. Janob mer esa vashshi mazza qilsa kerak. Eshikni biroz ochib qo'yib, yopib qo'yish kerak. Galimlar cho'tan nimandir reja qilyapti. Hajitel, qalaysan? Qalaysan deyman, karmisan nima bo'lo? Uxlab qolibman, kechirasiz. Yaxshi, o'zingiz qalaysiz? Bo'ladi, rahmat. Nima u yo'lda o'rtasida turib olgansan? Aytayapman-ku, uxlab qolibman deb. Uxlama. Uyingga kirib uxla. Bu meni uyim emas? Bo'lmasa, mana bu uyim seniki. Yo'q, uyim emas. Qaysi uy seniki? Bu nechinchi qishloq o'zi? 71-qishloq. Men 99-qishloq dedim shekilli. Qanday kelib qolding? Esimdan chiqib, taksiga berib boribman-da. Taksi olib kelib tashlagan shu yerga. Ahmoqmisan sen? Yo'q, qarang, ko'chada o'tirgandim, bitta taksi keldi, yurmaymizmi dedi.
keyin sen yuramiz dedingmi? Qayoqdan bilibman mashina bilan yurishimizni? Piyoda yuramizmi deb o'ylabman-da. Keyin mashinasiga o'tirganimda o'zim ham sezmay qoldim. Keyin uxlab qolibman mashinasida. Hozir ko'zimni ochsam shu yerda ekanman. Ha, mana u nimasizlar bir-biringlarga vashcha o'xshaysizlar. Uyga olib kirib ketdi. Nimadir qilmoqchi cho'ta. Cho'ta tushunarsiz. Voy, men ham ko'ray qani. Burchakka borib. Bo'ldi akalar. Menga qarab qochib tursang, men janob mer yoniga kirar. Sen ham kirmoqchimisan? Janob mer, qaroqchi, uyimizda svet yo'q, gaz yo'q, pul yo'q. Men nima qilay? Bor ishla. Eshitdingmi? Chiqishlar. Bo'ldi, uzr, gapinglarni eshitib turay. Gapni eshitma. Janob mer qaroqchi poliz ekinlarni olib keldim. Mana ke shu yerga qoldirdim. Bo'ldi, borib ishlaringni ko'raver. Menga pul bermaysizmi? Ol mayli, pul ol. Birsta yetadimi? Doimgidek birstaga olaman-da, ko'p olmayman-ku. Bo'pti. Borgin-da, xotiningning yoniga o'tirib maza qilib, dam olinglar, choy ichinglar birga, ha? Davay, bor. Bo'pti, mayli janob mer, yaxshi o'tiring, ishingizga omad. Mayli, senga ham. Aytgancha, mayli, boraver. Nima aytgancha? Bitta ish bermoqchi edim yana. Qanaqa ish? Xotinimni yoniga borib, bir ikkita narsalar berib kelish kerak edi, o'zim borib kelaman. Shunaqa qiling, to'g'ri qilasiz. Xotiningiz yoniga o'zingiz boring. Tak, men ham xotinimning yoniga boray. Boyagi jitel qani? Sen mening boyagi jitel? Yo'q, bu emas shekilli. Tak, tushunmadim. Nima qilyapsanlar demoqchi edim. Yoningdagi qani? Yoningdagi qani, karmisan? Eshitmay qolibman. Senlarga nima bo'lyapti? Bitta gapirgan paytim eshitmaysanlar. Yonimdagi, u meni ukam bo'ladi. Biz adashib kelib qolibmiz bu qishloqqa. Shunday demaysanmi? Yoningdagi ham shunaqa degandi. Tak, assalomu alaykum, brat, yaxshimisiz? Brat, meni ko'tarmoqchi bo'lyapsiz. Ko'tara olmaysiz, kuchingiz yetmaydi. Sen nima qilyapsan? Men ichki xotirjamlikka ega bo'lmoqchiman. Tushunarli. Menga qarab kallasi nima bo'lyapti? Lazgiga o'ynayaptimi? Davay, lazgiga o'ynaymiz. O'ynay. U kelyapti. Hazlashdim, brat, hazlashdim, brat. Bo'p, aytgancha. Assalomu alaykum, janob. Va alaykum. Qalaysan, yaxshimisan, jo'g'a? Bo'ladi, rahmat. Aytgancha sizga mana bu narsalarni olib kelgandim. Nima bu? Izimrod, tanimayapsizmi? Nima qilaman buni men? Qaroqchi, buni sizga men beraman. Tushunmadim, mana o'sha jitel qanday kirib kelyapti? Eshikni ochiladimi jitellar? Men ham shunga hayronman. Chiqazib yubor iltimos. Menga qara, bu sening katta xolang uyi emas, bu pochta idorasi, tushunyapsanmi? Katta xolasini uyiga o'xshab kirib kelaveradi. Katta xolamning uyi ham shunaqaroq edi-da. Seni katta xolang uyi bunaqa emas, pochtaxona deb yozilmagan katta xolang uyiga. Brat, pulni qo'ydim, qaroqchi menga mana yosh bolalar yotadigan narsa bor-ku, alginchak beshikka o'xshaydigan. O'shanni olib kelib bering iltimos. Nechta? Endi nechtaligini bilmayman-da hali. Nima bilmaysan? Bittada nechta bo'lishi mumkin? 10 ta desam, bu bitta bolaga bitta bo'ladi-da. Bo'pti, olib keltirib qo'yaman. Mayli brat, sog' bo'ling. Tak, endi xotinni oldiga chiqaylik. Nima qilyapti ekan? Ovqat tayyorlab qo'y degandim. Ovqat tayyorlab qo'ygan bo'lsa, mazza qilib o'tirib ovqatlanamizda, keyin esa mazza qilib uxlaymiz. Chunki o'zi kech tushyapti akalar. Quyosh qani? Bu tomonga botsa kerak. Davay uxlaymiz endi bo'lmasa.